Saat 2 kana. Ay, yürüyüşen yapmak. Ay, Erdoğan ben kim o kim o? Zikir kılacak. Yaxşı, rahmat. Yaxshimisan? Yaxshi uxlab turdingmi? Nima buncha ertalabdan kelding? O'zim ham o'tirib kelaman. Bitta xabar bu. Xabar emas endi. Menga yordam bera olasanmi? Qanaqa yordam? Qo'limdan kelgancha yordam beraman. O'tgan safar mening bu mashinamga zarar kirganminku. Ha, O'shani yutib kanalga qo'yganman. Endi banditlar kirib meni mashinamni o'g'irlamoqchi. voy, jinnimisan qo'yasan, axir menga ham bor-ku unaqa mashinadan. Endi nima qilamiz? Nima? Sen mashinalarni qo'riqlasan, menga bitta fikr ham bor aytganda. Ha, o'zim mashinamni ham qo'riqlashim kerak. Ha, albatta bilaman. Shuni ham aytmoqchi edim senga. Ikkalasini ham birga qo'riqla demoqchimisan? Ikkalasini ham kechqurun qo'riqlashing kerak lekin. Yo, unaqasiga kelishmaymiz. Qara, sen dam olasan. Dam olib berganingdan so'ng men dam olaman. Kelishdik? Mayli, kelishdik. Unday bo'lsa, men qurollanib tayyorlanaymi? Bemalol. Aha, hozir qaranglar obunachilar. Obunachilarimga ham ko'rsataman men. Unday bo'lsa boravermay o'zim uni aqlaman. Qaraysizlar obunachilar, yaxshimisizlarmi? Sog'lom salomlashishga ulgurmadim, ertalab turibman. Kichkinam qaranglar, buni bilib tayyorlangan edim, chunki JTLni videosini o'zim ham ko'ruvdim. Shuning uchun endi esa bitta pauzaga qo'yib tayyorlanib olamiz. Oppa, men mana kichkinam ko'rish lozim, chunki taqqo'y tayyorlanib oldim. Endi esa men axir men demayman, axir shunchaki borsam. Oppa. To'qnashuv bo'lib qolishi ham mumkin, shuning uchun bu kiyimni ko'rib qo'rqib ketsa kerak. Bandit. Shunchaki qo'rquvdan lag'daga keladi. Hamma qurollarni olamiz. Bunchalik qurolni hech kim ko'rmaymiz kerak. Snayperlar ham olinib qolibdi. Oppa. 4 xil qurollar tasavvur qiling. Mana buni olamiz, pechkani. Pechkani desam nima kerak menga? Endi pechkani olamiz, mana buni o'zingda. Oppa, ketdik biz. O'zim mashinamni ham olishim kerak. Taqqo'y bo'l. Voy, kim bu? Men Muhammadman, aniq senmisan? Ha, men mana mashinamni minaman, astag'in ketaman. Voy. Oppa, mana ikkita mashinani ham qistirdim. Mana buni yopishim kerak. Eshigini. Mana shu ikkita mashina uchun uyqudan voz kechib barvaqt turib ketdim nahosdan. Endi esa hech kim pashsha ham uchirib olmaydi desa bo'ldi. Qurolli kuchlar keldi. Shunchaki pistikcha bilan yuraman hozircha. Kimlarni ko'rsam yana turaman, hattoki cho'chqa bo'lsa ham. Voy, mana shuni ham bildim. Mening yonimga hech kim yaqinlasha olmaydi. Jitildan moza qilib uxladi. Oppa, endi men har bitta nimamni qo'ysam qiziq bo'lmaydi. Asosiy jarayonlarni qo'yib boraman. Tushunarli. Menga bir g'oya keldi. Alo, assalomu alaykum, Muhammad Demirov. Ha, shunday, kim bu? Men lotereyadan detoda qilyapman. Siz bir damda o'zim ro'yxatga bo'ldik. Adresingiz sekildi, men hech qanaqa lotereya o'ynamagan edim. Yo'q, bu sizga raqamingiz omadli raqamga tushgan. Nima? Sovrini nima u? Sovrin? Biz sizdan olmaymiz. Qanaqa sovrin edi?
ikkisonda uyimli. Ha, unday bo'lsa mening 10-qishlog'imga uzatib yuboring. Ha, mening 10-qishloqqa yashayman, shu 10-qishloqqa jo'natma qilib uzatib yuboring, iltimos. Biz uzata olmaymiz. O'zingiz kelib olishingiz kerak. Qancha sovrin deysiz, esimdan chiqib qoldi. Bir sanduq uyumi. Ha, mashina yo'qol bu yoqdan. Bandit, vashcha menga telefon qilma. Hech qanaqa mashina yo'qlab keta olmaysan. Meni aldolmaysan ham. Mashinik meni aldamoqchi bo'libdi. Hozir ko'radi mendan. Bir atrofni ham tekshiraychi. Oh my god. Chiq bandit bu yoqqa. Yeni payqashdi. Voy, o'qim tugadi. Ha, yuraman. Mendan kirasan, to'xtatdi. Mana senga. Mama. O'qim tugadi. Mendan kirasan hali, to'xtatdi. Men hali qaytaman. Qayta olmaysan hech qachon. Qaytardi. Voy, qochib ketdi, yaxshi qo'rqdi. Boshqa banditlar kelolmaydigan bo'ladi endi esa bu yoqqa. Aha. Hoppa. Bir atrofni ko'zdan kechirmasam, undan oldin o'qlab olishim kerak do'stlar. Umuman hamma o'qim tugadi. Lekin bitta ikkita tegmay yo'q bilmadim, umuman tegmadi shekilli. Menga shunday tuyuldi. Bitta ham o'qim qolmadi. Hoppa. Hammasi o'qlandi. Hoppa, buni almashtiramiz. Voy, mana shu yerda yashirinib o'tirgan ablahni qaranglar. Uni qarang, guycha taqlab bo'lganini. Ketdim men mashinalarni kuzatay. Hoppa, mana atrofini aylanayapman. Mana yaxshilab ko'ryapman. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Hoppa, judayam oradan 8 soat vaqt o'tdi. Shuna qornim och bo'lib ketdi. Ovqatlar bor. Wow, ovqatlar bor ekan. Voy, menga bir donagina ovqat keltiring, iltimos. Hech gapirmayapti. No do'stlar, juda ham tez borib qaytib kelaman, va'da beraman. 5 minut ham ketmaydi vaqt. Hoppa. Wow, ovqatlar. Wow, hammasi xom ovqat. Otyabi nima bor ekan? Alma bor ekan. Hoppa. Bandit! Ma! Kirasan mendan. Ma! Tegma avtomatlarga. Mashinalarga. Sen kirasan mendan. Qara qochib ketding. Men qochmayman, sen qochasan. Qayerda? Voy, o'qim tugadi. M4'ning oltini olamiz. Sirkka qochdi ablah. Menga bitta zo'r fikr keldi. Hali mendan kirasan, berasan. Ma! Voy! Hali meni urmoqchi bo'ling, Ma! Voy! Qayerdir yiqilib tushdi. Yaxshi. Qayerga yiqildi? Ablah.
Kara yakın lan. Vay ölüptü şekilli. Oh ayaklarım ölüptü. Hoppa boşlandı. Aha. Ya shunchaki o'ldirdim uni. Va mana mashinalar to'ppa-to'p. Ha, unday bo'lsa men ham videoni tugataman. Hammaga xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan men Muhammad Gamer birlik va lider David. Birlikka Lider David kwam Mohammed Gamer Minecraft